Umidaxon, mana hozir seans oldingiz, gipnoz tozalash seansi oldingiz. Qanaqa hislar keldi? Nimalar bo'ldi? Qani boshidan oxirigacha hissiyotlaringiz bizga muhim. Shu zinadan tushgandan keyin yorug'lik paydo bo'ldi. Mashallah, mashallah. Yorug'likdan keyin juda qanaqadir bir o'zimga nimadirlar yengil his qilaman-da o'sha joyda. Yana nima bo'ldi? Ko'p yomonliklardan uzildim. Blokdan uzila oldingiz. Erim menga ko'p zulm qilganlardan uzildim. Qayinsingillarimdan, ota-onamdan, hammasidan uzun ip bor edi. Qo'limda hammasidan qaychi olib qirqib chiqdim. Mashallah, mashallah. Yoqdimi? Juda yengil bo'ldi. Rahmat. Sizga rahmat. Oxirida stanovkalar qalay bo'ldi? His qildingizmi o'sha dollarlarni? Juda seksual ayolligingizni? Juda pullar ko'p keldi menga. Juda his qildim, rahmat. Yengillik bor, Yengillik bor. Xudo xolasa, negativ kirib ketmaysiz. Xudo xolasa bu yog'iga inshaalloh baxtli omadli bo'lasiz. Pullar qo'lingizda bo'ladi, siz xohlagan uy-joy, mashina. Xursandman, xayrli, manfaatli, davomli bo'lsin. Inshaalloh hammasi zo'r bo'ladi.